Ularni manzilati, sha'ni yuksak ulug'. Yuqorida o'qigan oyatimizda ma'lum bo'ldi, Alloh ilm bergan kishilarning martabalarini oliy qiladi, yuksak qiladi. Imom Azam rahmatullohi alayh ummati Muhammadiyaning eng ko'zga ko'ringan va ilmi nihoyatda barakotli va ummatga ko'p foydasi tekkan kishilardan. Ahli ilmlar, ustozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati va man fil ard." Albatta olim uchun osmondagilar va yerdagilar istig'for aytadilar. Hatto suvdagi baliqlar va o'zining kavagida turgan chumolilar ham istig'for aytadi. Kimga? Olimlarga. Albatta ulamolar anbiyolarning vorislaridir. Albatta anbiyolar dinor va dirhamni meros qoldirmagan, ular ilmni meros qoldirgan. Kim mana shu anbiyolardan qolgan ilm, ma'rifatni meros qilib olgan bo'lsa, juda katta bir ulushga ega bo'lgan bo'ldi. Biz siz bilan mana 2 darsdan beri ummati Muhammadiyaning eng ulug' kishilaridan bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh haqida dars olib boryapmiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayh Banu Umayya asrining oxirlari va Banu Abbos asrining avvalida umr kechirdi. Bu davrda yashagan olimlarni tirikchiligi nihoyatda bir keng, qulay, oson bo'lgan. Chunki u davrda yashaydigan amirlar, xalifalar va ahli davlat kishilar mana shunday bir ilm peshvolari bo'lgan. Odamlarni kami ketiklarini o'z zimmasiga olgan edi. Ularning rizqlari keng edi, bemalol edi. Shunday bir asr ediki, ilmga odamlar homiylik qilgan edi. Ammo Imom Azam rahmatullohi alayh mana shu sultonlar, amirlardan keladigan narsadan o'zini ehtiyot qilar edi. O'zini nafsini, ilmini ulardan keladigan narsadan ehtiyot qilardiki, tirikchiligini, tijoratini o'zi mustaqil qilar edi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l past. Abu Hanifa bitta misol shunga, o'zi yashab turgan davrda xalifa bo'lgan Abu Ja'far al-Mansur o'zini huzuriga chaqirtirdi. Imom Azam xalifaning oldida o'tirdi. Xalifa undan din, dunyo haqida savollar so'radi. Savollarga javob berdi. Suhbat nihoyasida xalifa 30 ming dirham molni imomning qo'liga tutkizdi. Shunda Abu Hanifa: "Ey Amiral Mu'minin, men Bag'dodda g'aribman. Buncha molni saqlab qo'yadigan joyim yo'q. Agar rozi bo'lsangiz, Baytul molga qo'yib saqlab berib turing. Kerak bo'lganimda so'rayman, berasiz" dedi. Xalifa ko'ndi. Shu ishdan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Hanifa vafot etdi. Va u kishining uyiga qaralganda, u kishining o'zida juda katta mol va odamlarning ko'p omonatlari bor edi. Bundan xabar topgan Abu Ja'far Abu Hanifani Alloh rahmat qilsin, tahqiq bizni aldabdi. Biz bergan molni olmasdan lutf bilan, hikmat bilan qaytaribdi dedi. Bundan ajablanishingda hojati yo'qki, Imom Abu Hanifa kishi o'zini mehnati bilan topib yegan rizqini eng to'g'ri rizq deb ishonadiganlardan edi. Ya'ni bu ilmni, bu ta'limni tirikchilik manbai qilib olmagan edi. Abu Hanifa tijoratchi kishi edi. Qo'lida dunyosi katta edi. Qachon oilasiga biror bir infoq ihson qilsa, shu infoq ihson qilganchalik mablag'ni kambag'al becholarga ham tarqatar edi. Qachon o'zini ustiga biror bir libos olib kiysa, ana shu libosning miqdorichalik mablag'ni kambag'al bechoralarga kiyim qilib tarqatar edi. Diqqat qilinglar. Davlatman odam, ya'ni ilmligan bo'lsa, qayerga sarf qilishni boshqalardan yaxshiroq ham bilar ekan ko'ring. Abu Hanifa rahmatullohi alayh u kishi Imom Malik huzurida bir suhbatda bo'ldi. Imom Malikning atrofida bir qancha odamlar bor edi. Abu Hanifa bu majlisga kirib keldi. Bir qancha vaqt o'tirdi, so'ngra turib chiqib ketdi. Shunda Imom Malik atrofidagi hamsuhbatlarga qarab, "Bu kishi kim, bilasizlarmi?" dedi. "Yo'q, bilmaymiz" deydi. "Bu kishi Nu'mon ibn Sobitdir" dedi. "Agar bu kishi" dedi Imom Malik, "mana bu ustunni oltindan desa,
Va mana shu so'zga albatta hujjat keltiradi deydi. Va shunaqa ham bo'lib chiqadi deydi. Imomi Molik Abu Hanifa haqida aytgan bu so'zni mubolag'a emas edi. Haqiqatan Imom Azam rahmatullohi alayhi mana shunday bir chuqur bilim egasi edi. Zar qadriga zargar yetar. Domlani qadrlashlik uchun, ahli ilmni qadrlashlik uchun inson ozgina ilmli bo'lish kerak. O'zi ilm ko'chasini bossa, ilm ko'chasidagi bir changni loyda tepalasa, ilm ko'chasidagi mashaqqatlarni bir qator ko'rgandan keyin ha deydi, qiyin ekan deydi. Keyin ustozlarni, keyin ahli ilmlarni qadriga yetadi. Keyin ularning sha'niga noma'qul gaplarni gapirmaydi. Shunaliga Imom Azamga baho berayotgan kishi Imom Molik. Chunki bu kishi ham o'zi mana shu 4 mazhab boshliqlaridan bittasi, zamonasining eng ulug' kishilaridan. Ummati Muhammadiyadagi 4 ta mazhab bo'lsa, shundan bittasini boshlig'i bo'lgan odam Imom Azamga mana shunday baho berdi. Avvalgi darslarda aytdik. Abu Hanifa haqida qolgan 3 ta mazhab egalari ustozi haqida gapirganda gapirishadi. Imom Azamda qolgan 3 mazhab boshliqlari o'zlariga ustoz deb bilar edi. Abu Hanifa bilan hujjatlashganlar, talashib tortishganlar ko'p bo'lgan. Chunki ular davrida mana Havorijlar, Jahmiyalar, boshqa bir qancha zalolatga ketgan firqalar paydo bo'lgan edi. Kimisi kelib imom bilan bahs qilar ekan, hujjatlashar ekan, imomning naqadar buyuk, chuqur ilm egasi ekanligiga amin bo'lar edi. Mana ana shunday bahslardan bittasini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Zalolatdagi Jahmiya firqasini boshliqlaridan bo'lgan Jahm ibn Safvon ismli odam Imom Azam oldiga keldi. U imomga qarab, "Sen bilan bir narsa haqida gaplashgani keldim" dedi. Abu Hanifa aytdi, "Sen bilan gaplashishlik or, nomus, sen gapiradigan mavzuga kirishlikni o'zi kuydiradigan olov" dedi. Jahmiy aytdi, "Hali men bilan bir marta ko'rishmasdan, hali so'zimni eshitmasdan turib, qanday qilib bunday hukm chiqarasan?" Imom javob berdi, "Sen haqingda, ya'ni seni gapirgan gaplaring haqida menga shunday so'zlar keldiki, ahli qibla bo'lgan odam bunaqa gaplarni gapirmaydi." Jahmiy aytdi, "G'aybdan turib men ustimdan hukm chiqarasanmi?" Imom aytdi, "Sen haqingda bu so'zlar, sen gapirgan so'zlar xalq orasida mashhur bo'ldi. Sen gapirgan gapni omma ham biladi, xos odamlar ham biladi. Bu xabarlarni eshitib turib, shunga tayanib, seni ustingdan hukm chiqarsam to'g'ri bo'laveradi" dedi. Jahmiy aytdi, "Men sendan faqat iymon haqida so'ramoqchi edim xolos" dedi. Imom, "Shu kungacha iymonning nima ekanligini bilmaysanmi?" dedi. "Endi kelib so'raysanmi?" Jahmiy aytdi, "Ha, lekin men iymonning bir turida shubham bor" dedi. "Iymonning bir turida shubham bor" dedi. Abu Hanifa, "Iymonda shak qilishlik bu kufr" dedi. Jahmiy aytdi, "Insonni kofir qiladigan so'z yoki ishni mendan eshitmay turib, qanday qilib meni kofirlikka hukm qilasan?" Ya'ni men insonni kofir qiladigan biror so'zni aytmadim, biror fe'lni hali qilganim yo'q. Qanday qilib meni kofir deysan? Imom aytdi, "So'ra savolingni" dedi. Jahmiyni savoli. Bir kishi haqida so'rayapti. Allohni qalbi bilan tanigan, uning sherigi yo'q, yolg'iz ekanini, uning tengi yo'q ekanini bilgan, uni sifatlari bilan tanigan, unga o'xshash biror narsa yo'q ekanini bilgan, ammo bu narsani tili bilan aytmagan odam vafot etsa, musulmon bo'lib vafot etgan bo'ladimi yoki kofir bo'libmi? Shunaliga Allohni tanidi qalbi bilan, sifatlari bilan tanidi, qalbi qanoatlandi, ammo tili bilan shahodat kalimasini aytmadi. Imom Azam agar qalbi bilan tanib, uni tili bilan aytishlikka to'sqinlik qiladigan biron to'siq bo'lmay turib, tili bilan aytmasa, u kofir holda o'ladi, jahannam ahlidan bo'ladi. Qalbi bilan ishonsa-yu, lekin tili bilan nutq qilmasa, tili bilan aytishlikka birorta bir moni yo'q, xatar yo'q, to'siq yo'q. Tili bilan aytishlik ixtiyorida bo'lib turib, agar aytmaydigan bo'lsa, bu odam musulmon emas.
Jahmiy aytdi. Nimaga kofir bo'ladi? Axir u qalbi bilan Allohni tanidi-yu. Haq tanishlik bilan Allohni tanidi-yu. Nimaga kofir bo'ladi? Abu Hanifani javobi. Agar sen Qur'onga iymon keltirgan bo'lsang va Qur'onni o'zingga hujjat deb bilsang, Qur'on bilan gapiraman. Agar sen Qur'onga iymon keltirmasang, Qur'onni o'zingga hujjat deb bilmasang, kofirga gapiradigan gap bilan senga javob beraman dedi. Jahmiy aytdi, Qur'onni o'zimga men hujjat deb bilaman, Qur'onga iymon keltiraman dedi. Endi Imom Azam unga Qur'on oyatlari bilan gapini isbotlab beradi. Agar yo'q, Qur'onni tan olmayman deganida kofirga gapirganda muomala qilinadi. Shuning uchun ro'paramizda bir bahs qiladigan odamga beriladigan savollar bo'ladiki, agar sen chiziqda bu yoqda turgan bo'lsang, boshqacha gap bor senga. Chiziqda bu yoqda tursang, boshqacha gap bor senga. Ya'ni aniqlab olishlik kerak ekan. Bu Jahmiy aytdi, Qur'onni men iymon keltiraman Allohning so'zi ekanligiga va o'zimga hujjat deb bilaman dedi. Abu Hanifa aytdi, iymon komil bo'lishligi uchun ikkita a'zo qatnashishi kerak. Qalb va til. Inson qalbi bilan ishonishi kerak va tili bilan tasdiq qilib iqror bo'lishligi kerak. Faqat qalbida bo'lib turib, tili bilan aytmaydigan bo'lsa, bu iymoni komil iymon bo'lmaydi. Alloh taoloning kitobida va payg'ambarining hadislarida bu narsani tasdiqi to'lib yotibdi dedi. Mana endi bir qancha oyatlarni o'qib, tili bilan aytishlik kerakligini isbotlab beryapti Imom Azam. Astagfiru billah. Va idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna robbana amanna faktubna ma'ash-shahidin. Ular payg'ambarga nozil qilingan narsani, Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh qo'yayotganini ko'rasiz. Ular Parvardigor, iymon keltirdik, bas bizni guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin deydilar. Demak, Qur'onda Alloh taolo shunday deb aytishadi, yaquluna. Tili bilan aytishadi deyapti. Va ma lana la nu'minu billahi va ma ja'ana minal haqq. Bizga nima bo'ldiki, o'zimiz Allohga va bizga kelgan haq dinga ishonmaymiz-u, yana Parvardigorimiz bizni ham bu solih qavm bilan birga jannatga dohil qilishini ta'ma qilamiz. Fa athabahumullohu bima qalu jannat. Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan abadiy jannatga kirgizadi. Nima sababli? Aytgan gaplari, aytgan so'zlari sababli. Demak, iymon bo'lishligi uchun deyapti Imom Azam, tiling bilan ham nima qilishing kerak? Aytishliging kerak. Abu Hanifa davom etdi. Ilm va tanishlik bilan kifoyalanmasdan Alloh gapirishga ham, aytishga ham buyurdi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illalloh tuflihu." Payg'ambarimiz ham aytgan, "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najotga yetishasizlar." Payg'ambarimiz nima deyapti? La ilaha illalloh deylar deydi. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz, la ilaha illalloh degan odam jahannamdan albatta chiqadi. Chunki mo'min odamning gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa, albatta jahannamga tushadi. Va mana shu joyda qalbida zarracha iymoni bor odam, mana shu shahodat kalimasini qalbi bilan ishonib, tili bilan tasdiqlagan bo'lsa, jahannamdan chiqadi. Shart nima bo'lyapti yana? Til bilan aytishlik. Endi inson qalbi bilan ishonsa, tili bilan aytmasa-chi? Imom Azam u kishiga yana bir hujjat keltiryapti. Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Va o'zlari aniq bilgan hollarida zulm va kibr qilib, u mo'jizalarni inkor etdilar. Shu sababli kofir bo'lishaverdi. E'tibor bering, payg'ambarni mo'jizasini ko'rgandan keyin kofirlar payg'ambarligini bilishdi, tushunishdi, ammo tili bilan mana shu kalimani aytishmadi, musulmon bo'lishlik kalimasini. Qalbi bilan tanishligi musulmon qilmadi bularni, ammo tili bilan aytmasligi kofir qildi. Jahmiyning savoli qanaqa edi? Tili bilan aytmasa ham bo'laradimi degan savolga bir qancha oyat va hadislar bilan Imom Azam
javob berdi. Shu tariqa Imom Azam bu Jahmiyga goh oyat bilan, goh hadis bilan birin-ketin hujjatni keltiraverdi. Jahmiyning yuzida ojizlik, bilimsizlik, mag'lubiyat alomatlari ko'rina boshladi. Ya'ni o'zini noto'g'ri yo'lda ekanligini tushundi. So'ngra aytdiki, sen unutgan narsalarimni esga solib qo'yding dedi. Yana bir oldinga qaytib kelaman deb ketdi, lekin qaytib kelmadi. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir firqa vakillari kelib, o'zlarini botil aqidalarini, botil tushunchalarini odamlar orasida yaymoqchi bo'lgan paytda bu odamlar qalqon bo'lib turib bergan bu ummat uchun. Hozirda ham atrofimizga qarasangiz, islom va musulmonlar nomidan gapirib turib, umuman kufrga olib chiqib ketayotgan firqalar, toifalar bor. Mana shunday toifalarni oldida hujjat dalil keltirib turadigan ustozlar, ahli ilmlar bo'lmasa, xalqni holiga voy. Qur'oni bilan kelyapti o'zini. Alohida chop qilingan Qur'onlari bor. Chiroyli bir targ'ibotlari bor. Bilmagan odam Qur'on ekan deb echib ketaveryapti, kofir bo'lib ketyapti. Ummati Muhammaddan chiqib ketyapti. Muhammad payg'ambar oxirgisi degan joyga bitta vergul qo'yib turib, mana odam ham payg'ambar undan keyin kelgan nabiy deb erishib ketyapti. Eshityapsizlar. Demak, Imom Azam mana shunday bir firqalar chiqqan paytda ummatga qalqon bo'lib turib bergan kishilardan. Ba'zida eshitib qolasan, biz Abu Hanifaga ergashamizmi, payg'ambar alayhisalomgami deydi. Kim shunaqa savolda eshitgan? Qo'l ko'tarib qo'yinglar. Biz Imom Azamga ergashamizmi, hadiskami deydi. Men sizlarga bir o'zimizni shahrimizga mos qilib misolab beraman. Sizga savol berdim. Qayerda yashaysan dedi. Desa, Anjan ko'chada deysiz. O'shda yashamaysanmi deyapti. Anjan ko'chada yashayman desiz, o'shda yashamaysanmi deyapti. O'shda joylashgan Anjan ko'cha desiz, Qirg'izistonda yashamaysanmi deyapti. Birodar, Anjan ko'cha O'shda joylashgan. O'sh Qirg'izistonda joylashgan. Demak, men Anjan ko'chada yashayman deyotganimda, O'shda ham yashayotganligim, Qirg'izistonda ham yashayotganligimning javobi bo'ladi. Demak, men Abu Hanifaga ergashayotgan paytimda Abu Hanifa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, oyatlarini o'rganib turib ergashgan ekan. Men Imom Azamga ergashishlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashyapman. Payg'ambar alayhisolamning sunnatini tushunishlikda biz bilimdonroqmizmi? 21-asr vakillari yoki Imom Azammi? Kitobga, sunnatga ergashishlikda eng zo'r yo'li mazhab, birodarlar. 1000 yildan ortiq muddat yashab o'tgan olimlar hammasi mazhab bilan kelgan. Hech qaysi mazhab kerak emas degan emas, birodarlar. Mabodo ichimizda shu fikrda ikkilanayotgan ukalar bo'lsa, yaxshilab tushunib olinglar. O'sha mazhab kerak emas degan ukalarimiz ham, birodarlarimiz ham o'qiyotgan namozini kimdan o'rgangan desangiz, o'sha mazhab orqali namoz o'qiyotgan odamdan o'rgangan. Rozimisizlar? Namoz haqida yozilgan kitoblarda hammasini qarasangiz, bu arab tilida bo'ladimi, kiril harfida bo'ladimi, ana shu mazhab kitoblaridan tarjima qilingan. Yo o'zi bir ijtihod qilib namozni bir hujjat dalilni o'rganib, alohida yo'l bilan o'rganib chiqdimi? Akalar, mazhab kerak. Mazhab kerak. Ustozlar aytgandek, bu bir cho'qqiga chiqishlikda misoli bo'lsa, ana shu to'rtta mazhab boshliqlari hayotini sarflab mana shu cho'qqiga chiqishlikda eng oson yo'llarini ip osiladigan joyga ip ilib, tekislaydigan joyini tekislab, bir necha marta o'zi chiqib tushib, o'rgatib qo'ydi. O'sha tepaga chiqib tushyapti ibodatni qilib. Ummat sog' esalomon chiqib kelyapti. Tayyor yo'l turganda yana bir toifa odamlar chiqib qolyaptiki, biz o'zimiz chiqaramiz bu yo'lni deb turib, tayyor yo'lda qo'yib, o'zi bir yangitdan yo'l ochmoqchi bo'lyapti. Demak, siz bilan biz mazhabga ergashishlik deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikni tushunamiz. Kitobga ergashishlikni tushunamiz. Rozimisizlar? Demak, biz mazhabga ergashamiz ekanmi, payg'ambarimizga ergashamiz ekanmi? Qayerda yashaymiz ekanmiz? Bir aytadi, Nurdorda yashayman dedi, o'shu ham. Bir aytadi, Shayteva deydi, bir o'nadir dedi, o'shu ham. Shuning uchun tushunaylik nima deyotganimizni. Haligi navbatchi gaplarni yodlab oliblar, haligi
hammaga xilof qilsa bo'ldi-da, ajralib tursa bo'ldi-da, shu gapimiz bilan. Asosiysi shu. Ajibda, 1300 yildan beri odamlar shu tekis kelyapti, shu yo'lda yaqindan beri paydo bo'lib qoldi shu narsa. Imom Azamning eng ulug' shogirdlaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh. Imom Azamning darsxonasida Abu Yusuf ko'rinmay qoldi. Bir qancha muddat o'qidi, ma'lum bir darajaga yetdi, ko'rinmay qoldi. Yo'q bo'lishligini sababini so'rashganida, falon joyda o'tirib odamlarga dars o'tyapti, fatvo aytyapti deydi. Ya'ni ilm o'rganayotgan aka-ukalar eshitib turaylik. O'zini yetarli bilim egasi deb bildi. Ilm darajasi yetarli bo'ldi, endi fatvo aytadigan bo'lib qoldi. Abu Yusuf ana shu dars aytib o'tirar ekan, bir odam savol berdi. Ya imom, namoz farz amali bilan boshlanadimi, sunnat amali bilan boshlanadimi? Farz amali bilan boshlanadi dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam, noto'g'ri aytdingiz dedi. Sunnat amali bilan boshlanadi dedi. Noto'g'ri aytdingiz dedi. Hayron bo'ldi. Ikkinchi savol. Bir homilador ayol vafot etdi. U ayol musulmonning ayoli edi. Ammo bu ayol g'ayri din edi. Qonida bolasi bilan vafot etdi. Bu g'ayri din ayolning qonidagi bola musulmonning bolasi. Kimi qabristoniga qo'yiladi? Musulmonlarning qabristonigami? G'ayri dinlarnimi? Musulmonlarning qabristoniga dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam noto'g'ri dedi. G'ayri dinlarning qabristoniga qo'yiladi, yana to'g'ri dedi. Yana noto'g'ri dedi. Shunda Abu Yusuf tushundi bu savol qayerdan kelganini. Ustozi Imom Azam rahmatullohi alayh shu savolda aytib, borib so'raylar shu narsani. Agar shuni aytishlikka qodir bo'lsa, demak fatvo aytishlikka yaraydi, bo'lmasa yo'q. Kitobini qo'ltiqlab, boyagi darsxonani yopib, ustozining oldiga borib, "Shayx, nimaga meni hijolat qilasiz?" dedi. Shunda Imom Azam o'zini shogirdiga qarab, vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi. Vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi dedi. Ukalar, xo'p, bir ma'lum bir darajaga yetgan bo'lsak, ma'lum bir 10 ta, 15 ta hadis yodlagan bo'lsak, boring 20 ta hadis yodlagan bo'lsak, birodarlar, biz hali u mushtahid degan emasda. Domlamiz ham hali mushtahid degan emasda. Imom Ahmaddan bir odam 50 mingta hadis bilsa, fatvo aytsa bo'ladimi degan ekan. Desa, yo'q, umuman bo'lmaydi degan ekan. 100 mingta hadis yodlagan bo'lsa-chi? Yo'q degan ekan. 200 ming, 400 mingtaga olib borganda o'ylangan ekan. Endi savol, bizi shaharda 400 mingta hadis yodlagan odam bormi? Shuning uchun mazhab kerak emas deyotgan ukalar bo'lsa, mayli, mabodo bir o'ylanib ko'ringlar. Bir o'ylanib ko'ringlar. Demak, vaqt soatidan oldin ilmda peshvo bo'laman, ilmda bosh bo'laman degan odam vaqti bo'lmasdan turib, umrini oxirigacha xato bilan o'tkazar ekan hayotini. Abu Yusuf ustozini vafotigacha etagini mahkam tutdi. Tushunarlimi? Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ning nabirasi Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Imom Azam haqida ham o'zini zamonida odamlar bor edi, nojo'ya gaplarni gapiradigan. Muhammad ibn Aliga Imom Azam haqida nojo'ya gaplar kelgan edi. Imom Azam Makka ga borganida mana shu Imomi Boqir ham deyiladi. Imomi Boqir bilan uchrashdi. Mana shu Ali roziyallohu anhu chevarasi. Imom Azam bilan yo'liqdi-da, imomga qarab, "Bobomni dinini o'zini ra'yiga o'zgartirgan odam sizmisiz?" dedi. Ya'ni bobomni dinini o'zini ra'yi bilan o'zgartiradigan odam sizmisiz dedi. Shunda Imom Azam adab bilan so'radi. Imom Boqirdan. Islomda dedi, erkak zaifroqmi, ayol zaifroqmi dedi.
Imom aytdi, Imom Boqir, ayol kishi zaif dedi. Imom Azam aytdi, agar men agar boboyingizni dinini men o'zimni ra'yim bilan o'zgartirganimda, merosni ko'prog'ini erkakka emas, ayolga bergan bo'lardim zaiflik uchun dedi. Ra'yga qaralsa, aqlga qaralsa, ayol kishiga ko'proq berishlik kerak, lekin payg'ambarimiz erkakka ikki qism beriladi, ayolga bir qism beriladi dedimi? Shunday qoldirdi. Agar men ra'yim bilan o'zgartirganimda, ayolga ko'proq berardim dedi. Keyingi savoli. Imom Boqirga Abu Hanifa savol beryapti. Najosatlikda bavul og'irroqmi, nutfami? Najosatda, nopoklikda bavul og'irroqmi, nutfami? Imom Boqir bavul og'irroq dedi. Abu Hanifa aytdi, agar men sizni bobongizni dinini ra'yimga o'zgartirganimda, har bavul qilganingizdan keyin g'usl qilishga buyurardim sizni dedi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur Imom Azam rahmatullohi alayhni saroyda qozi bo'lishga chaqirdi. Imom ko'nmadi. Qozi bo'lasan dedi. Allohga qasam, qozi bo'lasan dedi. Imom Azam Allohga qasam, qozi bo'lmayman dedi. Mana ikkalasi ham qasam ishdi. Endi kimdir qasamini buzishligi kerak, chunki bajarilmaydi-da. Agar hozir Imom Azam qozi bo'lsa, o'zini qasami buziladi. Qozi bo'lmasa, xalifani qasami buziladi. Imom Azam aytdi, xalifa qasamini kafforatini to'lashga mendan ko'ra qodirroq dedi. Ya'ni uzib to'lab qo'yursa, men qozi bo'lmayman dedi. Shunda xalifa chaqirib, qozi bo'lasan dedi. Imom bo'lmayman dedi. Men eplay olmayman dedi. Xalifa aytdi, sen yolg'on gapiryapsan dedi. Abu Hanifa aytdi, siz hali yolg'onchi odamni qozi qilmoqchimisiz dedi. Shunday qilib qozi bo'lmadi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur Imom Azamni qamab qo'ydi shundan keyin. Va ulug' imom, mushtahidlar sultoni, zohid, orif Imom Azam rahmatullohi alayh Nu'mon ibn Sobit 150-hijriy yilda qamoqda vafot etdi. Mansab berganda mansabga ko'nmadi, xalifa qolmadi, mana shu qamoqda vafot topdi. U kishi vafot etgan kuni u kishiga odamlarning ko'pligidan janoza 6 bo'lib o'qildi. 50 mingdan ortiq odam janozasida qatnashdi deyiladi. Alloh taolo faqihlar quyoshi, olimi Rabboniy Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayhni o'z rahmatiga olsin. Hamda siz bilan bizga ham mana shunday bir buyuk ajdodlarimizni yo'lidan borishlikka, ularni qoldirgan ilmiy merosdan foydalanib, kitobi sunnatdan og'ishmasdan borishlikka Alloh o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Mana Imom Azam haqida 3 dars qildik. Bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bir fikr qilaylik. Imom Azam Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit ibn Marzuban rahmatullohi alayh. Avvalgi darslarimizda aytdik, bir kishini 4 ta odam maqtasa dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bir mo'minni 4 ta mo'min maqtasa, Alloh taolo uni jannatga kirgizadi dedi. 3 ta odam maqtasachi ya Rasululloh? 3 ta odam maqtasa ham dedi. 2 ta mo'min maqtasachi bitta mo'minni? 2 ta bo'lsa ham dedi. Bu kishini 1000 yildan ortiq muddat odamlar faqat yaxshilik bilan esga olishadi. Siz bilan biz ham u kishi haqida faqat yaxshi gaplarni gapirishlikka mas'ulmiz, birodarlar. Ular haqida bir nojo'ya gapni gapirishlikdan ehtiyot bo'laylik. Chunki u kishining qoldirgan ilmiy merosi davom etib o'rganib kelinyapti va mana shu mazhabda kim o'rganib o'qiyotgan bo'lsa, shu kishiga qilayotgan ilmidan, o'rgangan ilmidan ulush bor. Har kuni deyarli bu kishining ismi zikr qilinadi. Hanafiy mazhabida mana qilib deyilgan, men Imom Azam mazhabidaman, Hanafiylarda mandoq deb aytilingan, deyarli har kuni yer yuzidagi musulmonlarning katta qismi mana shu kishining qoldirgan mazhabida ibodatini qilib keladi. Shu kungacha bu ummat bu kishining ilmidan foydalanib kelyapti. Shuning uchun mana shunday bir buyuk imom, yo'lboshchimiz Imom Azam rahmatullohi alayhni Alloh taolo rahmat qilsin va siz bilan bizga u kishining ilmidan foydalanib hayotimizni yashab borishlikka tavfiq bergan bo'lsin.
aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.